Assalomu alaykum dunyodoshlar. Mana bugun xo'p 11-fevral haftaning chorshanba kuni 2026-yil shu odamni nimasidan do'konchasidan ko'rsatyapmiz. Paypoq do'kon. Xo'p, aka kenji endi bir naqd e'tiboring endi ulgurjisiga. Mana paypoq do'kon. Endi hozir bozor tugadi. Biz endi oxirisida ko'rsatib qo'yapmiz-da mana. Yig'ishtirib bilan xonasini. Nech puldan boshlanyapti paypoqlar? Nech pulgacha aka? 2000 so'mdan boshlanyapti. Ha. Ketaveradi tepaga qarab. Nech pulgacha? 20 minglikgacha bor hozirgi kunda. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 97 lik. Ha. 334 62 44. Shu nomerga telefon qilaverasizlar-a? Mana paypoqlar. Kelaverasizlar. Qaranglar, mana nech pul mana shu paypog'ingiz? 1800 so'mdan 18000 bo'ladi. Nechta buni ichida? 10 ta. Ha, 10 ta ekan. 1800 so'mdan ekan. Manasichi? Bu ham bir xil. Bir xil ekan bu ham. Mo'chi, nech pul bu? 25 ming. 25 ming so'm. Yaxshi mana. Mana oq paypog'ingiz nech pul kichkina? 23 ming. 23 ming so'm. Ichida 10 ta bo'ladi. Shunda bittasi 2300 so'mga to'g'ri keladi. Lemax-chi, Lemax mana. 25 mingligi bor ekan, 20 mingligi bor ekan. Telefon nomerlari aytildi. Chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'lyapti. Ertalab 6 da ochiladi bozor. Kunduzi 11 gacha bozor bo'lyapti. Endi hozir bizda soat hozir 12 dan ham o'tib ketdi. Endi yig'ishtiryapti. Shu kech qolganlar ham shu Paypoq olsin deyapti. ha, xuddi shunaqa. Telefon nomerlari aytildi. Aloqaga chiqaverasizlar. Keyin qanaqa savol javoblaring bo'lsa qaranglar, kommentariyaga yozasizlar. Men javob berib qo'yaman. Keyin shu kommentariyaga ham bo'lar bo'lmas narsani yozmasdan shu nimaga aloqasi bir narsa yozinglarda, bir javob berishga arziydigan. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Mana Hayatjon akam bilan keyingi bozorda ko'rishguncha Xudo xolasa. xayr, salomat bo'linglar.